Akalar 11.000 dollardan ukam ozgina kamini qilib beraman deb. Qarang aka, 2025. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, qardonlar akalar. O'zimizni shu mahallada xudo xolasa yana bitta Cobalt avtomobilimiz bor, sotiladigan 2025. Kraskasi bor deb turgan bo'lsangiz aka, kraskasi ham toza. Asha Midnight qora fara, qora diskali variantidan xudo xolasa dokumentiga generalni ham chiqaveradi. Eng qizig'i variantga olaman deyotgan akalarimizga yana bitta imkoniyati bor ekan. Video davomida unisini ham o'zlaring ko'rib, boxabar bo'lasiz. Ma'qul kelsangiz telefon qilaverasiz, xudo xolasa. 2025 istagan hujjatingiz bo'ladi. Dokumentlardan muammo yo'q. Kraska toza ushbu Cobaltimizda. Mana aka, avtomobilni motorining holatini ko'ring. Bu tomonda mana aka ABS, konditsioner, 4-pokoleniya propan gazlariga bor. Xudo xolasa usti yutullariga ham aka, umuman kulish tegmagan. Kapotlariga motor hadovi qanaqa? Motor hadovilar zo'r. Lekin aka iloji bo'lsa qishga yangi balon qo'yib oladi, lekin kuzga do'r xizmatini qiladi deb. Asha GM original diskalarda turibdi. Shumka bo'lgan bo'lmaganmi? 4 teshigi shumka bo'lgan. Va mana aka salonning holatini ko'ring. 2025 Midnight ushbu Cobaltimiz aka, qarang. Bu hozir shunda 135 ming probeg. Bay gap yo'q, mana aka. Torpedkalarning holati. 135 ming probeg, avtomat korobka albatta, sidinasida o'ziga yarasha chexollariga bor. Undan tashqari zapaska kaltlariga turibdi. Orqani ochsak, leonim bo'lmagan evakor poliga tashalgan. Va mana aka ortidan ko'rinishi. Ushbu Cobaltimiz 2025 Midnight 135 ming probeg avtomobilda. Undan tashqari bunaqa katta gaz balonlarga qo'yilgan. Bu bilan necha kilometr yurar ekan? Bilmaysiz. Nechtali ekan o'zi bu 80 tali shekli. Zapaskasi, diskasi bilan turibdi va mana qozonning holati. Rossiya qatnagan sheklida znash, bo'lmasa buncha probeg quvorish menimcha qiyin. Danida 1000 kilometr yuradi. Znash 80 tali ekanda propana. Mana aka ortdan ko'rinishi. 2025 135 ming probeg, kraskasi eng qizig'i toza. O'ziga yarasha tayyor holatda akalar. Narxini 11 ming dollardan ozgina o'tib beramiz aka deyishyapti. Endi ag'i necha pulga o'tkazdirib olishi sizning savdoyingizga bog'liq va variantga so'ragan akalarimizga buni akalar tayyor krediti bor ekan. Ya'ni oyma-oy to'lab ketgani 36 oyga olinib, 6 oy to'langan, 30 oy qolgan. Qolgan ma'lumotni ekrandagi nomerlarga telefon qilib, batafsilini o'zlari bilan gaplashasizlar. Albatta omadli xarid kanalidan deb akalar bizga like bosib, mana shunaqa Cobalt so'raganlarga jo'natib qo'yasizlar. Xolasangiz naqd pulga oling, 11 ming dollardan o'tib beriladi, bankini yopib beriladi. Yo'q, ukam menda pulim kamroq deydigan bo'lsangiz, asha tayyor banki bor ekan, yo'vorsiz bo'laveradi. Asha kelishilgan holatda gaplashsinlar. Bizga like bosib qo'ysalaring, kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, xursand bo'lamiz. Salomat bo'linglar, mana shunaqa Cobalt so'raganlarga jo'natib qo'yasizlar.